Assalomu alaykum. Biz uzoqdan yaqindan kuzatib borib turgan aziz obunachilar, navbatdagi darvozamizni qurib o'rnashtirib bo'ldik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Rishton tumani Qo'shqayron mahallasiga olib kelib o'rnashtirdik. Nozimjon akamning xonadonlariga. Akamiz bizni YouTubedan kuzatib borar ekan. Qurishimizni ko'rib, o'sha tayyorlab beramiz uyimizga ham deyishgandi. Chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha tayyorlab o'rnashtirib berdik. Darvozamiz sizlarga bir qator materiallarni tanishtirib o'tsak, darvozamiz fasoni o'sha bir qavatli reflonkali, ikki arkali qo'lishi, bosma list emas. Darvozamizga ishlatilgan materiallar listlarimiz 1.8 lik plisoy qora qalin listdan bo'ldi. Ramasiga ishlatilgan profillar 6 ga 4, o'sha 1.5 stena qora qalin profildan bo'ldi. Chetiga ishlatilgan stoykalari 8 ga 8, o'sha 2.5 stena eng qalinidan qo'yib berganmiz. Taglari o'sha 8 ga 5 lik shvillerdan bo'ldi. Tepalari 8 ga 4. Zamoklarimiz zubur zamokda o'sha yaxshisidan qo'yib berdik. Kraskalarimiz taglariga Gruntov Grantex-dan sepib berganmiz. Xudo xolasa uyaltirmaydi, ancha xizmat qilib beradi. Darvozamiz kraskalariga o'sha 5 yilga garantiya beramiz. 5 yil ichida ko'chib, et-beti postloq bo'lib tashlaydigan bo'lsa, biz aybimiz bilan bo'ladi u. O'zimiz olib kelib boshqatdan sepib beramiz. Orqa holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz orqa holatini ham syomkalarni so'rashyapti. Chunki orqa holatlarni ham olib bilyapmiz. Orqa holati shu ramaga tekis profilga bosilgan bo'ladi. Stiklar shpagilovka qilib, qo'ldan kelgancha tekis qilib yopib beryapmiz. Zatorlarimiz rushnoy. Kimga ichki zator kerak bo'lsa, ichidan ham tayyorlab beramiz. Zakasga qarab bo'laveradi bunisi. Darvozamiz o'sha bir qavatli reflonkali shunaqa ochilib yopilganda daraxt urug' nima bo'lmaydi. Shunga qilinmagan, o'sha bir qavatli profildan o'sha kirib turadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerlari germetik qilinadi. Kimdan suv, zang kirib ochilib yopilsa, ko'chib ketmaydi. Darvozamizning razmeri eniga 3.54, balandligiga 3.55 razmerda bo'ldi. 1 kvadratni 900 ming so'mdan tayyorlab berdik. Dastavkalarni ichida qilib. Jami summasi 11 300 ming so'mga kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar azizlar.